to'kib soching yayrasında armonlarga olmasam hech ko'ngil omadimni hadya etdi qarang taqdir yaxshi kunlar yaqin Sizga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Bizga yaqinroq kelamiz o'g'illar. Bugun ajoyib kun, bugun onajonimizning tug'ilgan kunlari. Kanada yurak sho'rli barchasiga ko'ngan edi yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona hammasi borligi Onajonim, birgalikda hozir o'g'illar bilan 1-2-3 niyat albatta niyatlar bilan barcha o'g'illaringizni duo qiling. Yaqinlaringizni Sizni borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga Onajonim, necha yoshga to'ldingiz? Keyanimda meni evallabdi-da, onajonim deydi 61 yoshga kirdi deydi. Onajonim 18 yoshga qizchaga o'xshab turibsiz-ku. Umringiz bo'lsin, doim mana shunday yosh kunni bering. Barcha yaqinlaringizda, farzandlaringizda, o'g'illaringizda baxtiga doim sog'-salomat bo'ling onajonim. Onajonim, farzandlaringiz bilan, nevaralaringiz bilan suhbatda bo'lganimda onajonimga bering. Onajonim, shu farzandlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan suhbatda bo'ling. Hozir kelganimdan bo'lki, o'zi sizda bitta bo'lki inson bor, sizni juda ham yaxshi ko'radi. Insonni aytdi. Shu kelganimizdan aytdi, onajonimni xursand qilaylik. Onajonim chunki yaxshi yomon kunimda doim qo'llab-quvvatlaydigan tog'im bo'lgandi. Nimaiki bo'lsa ham, nimaiki mashaqqatlar bo'lsa ham onajonim yonimda turgan. Barcha natijalarga erishadigan bo'lsak, barcha yutuqlarga erishadigan bo'lsak, bu onajonimning duolari bilan. Onajonim, mehribonim, shu o'zladan o'ylanib, barcha yaqinlaringizni, farzandlaringizni nomidan sizga bitta gap aytmoqchiman onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Doim baxtingizga sog'-salomat. Dunyo turguncha turing onajonim. Alloh sinov bergan mahalla uzoqlar. Go'zal kun-ku, bugun onajonim tug'ilgan kunlari. Bitta chiroyligina tilaklar bilan aytib qo'yasiz, marhamat. Onajonim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. 100 marta kirib kelgan. Sizga hamisha sog'-salomat, shaqaning vaqtiga minat qilib Annajonim, mana shu yoshlarning yana bir nechtasini ko'rib yuring. Baxtimizga omon bo'ling. Mana shu farzandlaringizni, nabiralaringizni baxtini ko'ring. Har doim mana shunday kunlar sizga nasib qilsin. Bizlar ham kelajakda mana shunday sizday anaqalarga erishaylik. Mana shu yerda hammaga rahmat deganlarga ammajonim yuzlar yetiring. Ammajoningiz muborak bo'lsin, sog'-salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'jam bilan mana shu farzandlaring baxtiga sog'-salomat bo'ling. Juda yoshlarda ko'ringlar. Rahmat, bitta qarsaylar. Bo'lib turgan qo'shnilar, qarindosh urug'lar, sizlarning vaqtlaringizda yangamga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat, akam bilan qo'shilib qo'sha qarisin, bolalarni baxti kamolini ko'rib yilda oldi bu bersin. Tarjoni sog' bo'lsin, yangajon sog' bo'ling. Rahmat, umringiz bo'lsin, aytganlaringizga loyiq. Bizlarda juda ham muhim odamimiz bor-da. Ular opamlar shanaldi. Sahramizga kelsinlar. Qani? Shanamiz. Sizda onajonim. Bitta onamning chiroyli tabriklab qo'ying. Jannat borligim, onajonim. Kuningiz muborak bo'lsin. Har doim baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Har doim duolaringiz bilan, dadajon bilan bizlarni qo'llab-quvvatlab bering. Albatta siz borki, bizlar bor. Siz borki, bizlar barcha erishgan narsalarimizga soyasiz orqangizda erishyapmiz. Shuning uchun doim sog'-salomat ko'ngillarga kirib yuring onajon. Tabriklayman sizni. Rahmat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Onajonim. Bobomlar qanilar, bobom? Onajonimga bering-da mikrofonni. Bobomni nima deb erkalab chaqirasiz? Nima deb erkalab chaqirasiz? Dadasimi, cholimmi? Nima deb erkalab chaqirasiz? Bitta chaqirib beringchi, shu chanda o'tiribdi. Bitta shu fursatda vala hamma havas bilan qarasin, hasad bilan biz. Bitta chaqirib beringchi, mikrofonni yaqinroqlar, bu yoqqa keling dengchi.
Doktor bova keling qani bitta onajonim tabriklab bering. Keling. Doktor bovaga bitta qarsaklar bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bugun onajon eng kuni. Keling bitta tabriklab beringchi assalomu alaykum. Doktor bova, yaxshimisiz? Onajonimni tabriklaysiz. O'zi bu? Onajonimga qachon o'zi aytdingiz oxirida. Onasi sizni yaxshi ko'raman deb bu. Har kuni aytaman. Har pensiya olganda aytaman. Uyat bo'ladi. Mayda yo'q, bitta xursandmisizlar? Bitta xursandmisizlar? Hurmatli hamshiralar, hurmatli og'aylar, ona bilan yoshlar osham mehribonim, bolalarni onasini bilan tug'ilgan kuni ekan, bugun tug'ilgan bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin, baxtli saodatli bo'lsin. Bizni saodatga lekin yana ham baxtli saodatli bo'lsin. Yerlarni boshiga, meni boshimga odam bo'lsin. Bunaqa tug'ilgan kunlarda juda ko'plarni ko'rsin. Qo'sha qarib, bolalarni kamolini, baxtli saodatini ko'rib yashaylik. Hammaga sog'lik, salomatlik, chiroyli kayfiyat tilayman. Uncha sizga boy emasman. Yigitlar, sevgiga rahmat. Elga xizmatidan charchamanglar. Ishlaringga omad, darmonga daromad. Bo'pti, salomat bo'linglar. Sizda bitta erka nevarangiz borda, keling akajon yonimga. Onajonim, shu fursatdan foydalanib sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Nimaga deyotgan bo'lsangiz, shunaqa nevara o'stirdingiz. Shunaqangi onani qanday qadrlash kerakligini, qanday birov yordam so'rab kelganda yordam pulini cho'zish kerakligini o'rgatganingiz uchun va shunaqa tarbiya berganingiz uchun onajonim shu fursatdan foydalanib sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi onajonim. Lekin hozir shunga amin bo'ldimki, bizning eng katta boyligimiz mana. Ammo o'g'illarimiz, nevaralaringiz, farzandlaringiz shu kishilar borki, siz bo'lasiz. Siz borki, bizlar bo'lamiz onajonim. Nevarangizni bitta shu katta nevarangizni sizga bitta gapi bor ekan. Shu aytay endi deyapti, buni ketyapti dedi. Endi aytaman deyapti. Onajonim, tug'ilgan kuningizlar muborak bo'lsin. Yuzlariga ko'ring. Onaqa yoshlarni ko'proq ko'ring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sizni borligingiz ona, hammasi Qano'g'lar birgalikda ketdik. ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Rahmat. Onajonim, hozir men adashibman. Yana bitta erkakdan nevarangiz bor ekan. Ikkitami? Ha, uchtami? Voy, hozir endi bilan isbotlaydi. Kelingizlar rahmat. Rahmat. Onajonimni qanchalar yaxshi ko'rasiz? Armonlarga Qancha? to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni Yegan yo'q. Mana haqiqiy sevgi o'zi kimga bo'ladi deganda, onaga bo'ladi. Onajonimni aytganini qilib turasizmi? ko'zlarimi Aytgansiz qiladi. yoshga to'lgan edi. Siz qachon oxirgi marta onamga she'r aytib bergansiz? Jonimizdan o'tgan edi. Kecha aytdimi? Yurak sho'rlik Hozir bitta keyin aytasiz. Bo'pti. Eng erkatoy qaysi biri berdi onajonim? kelib qoldi ona. Rahmat. Eng erkatoy. Eng quloqsiz qaysi lekin yaxshi ko'rasiz. Shumi? Bitta o'g'illiklar bilan o'tdi-da. Bo'pti. Eng chaqqoni qaysi onajonim? Baxtimga Yana shumi? Voy, sizni yaxshi tug'ishgan ekan-a? Jonimga ko'makchi ekansiz. Marhamat, shu bizada o'tadi. Biyot onajonimga yaxshi ko'rishingizni boshqa bizning hayotimizda borligi bizlarga eng katta baxtligini iymon etishimiz. omon bo'ling, xasta bo'lmang. Onajonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring, baxtimizga sog' salomat bo'ling. Onajonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yaxshiyam borsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Onajonim, yaxshi ko'rasiz. Bizlarga Gap yo'q, Qarsaylar bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin.
muborak bo'lsin. Onajon, biz sizni naqadar yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr, onajonim. Bizlarga eng katta boylik bu sizni borligingiz, onajon. Bizlarga eng katta motivatsiya bu siz, onajon. Hayotga barcha tilaklar bilan, barcha niyatlar bilan yashaymiz. Narsamiz ham bu sizni duolaringiz bilan, onajon. Bizga sog' salomat bo'ling, onajonim. Xursand bo'ldingizmi? Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Xursand bo'lsangiz bo'ldi, onajonim. Bizlarga shuningizni kifoya. Sizga dunyodagi barcha sovg'alarni bersan ham o'zi kam, onajonim. Bizlarga o'zgartirib, o'zgartirdingiz. Hech kimmagan bo'lasiz. Bu bizlar uchun eng katta onajonim. Onajonim, bu narsani endi muhimlash kerak. Shuning uchun hamma oilalarni shu narsani bizga taklif qilamiz. Bitta yezalik suratlarga tushib qo'yamiz. Onajonim yuzlarga kerak. Endi xudo olsa 100 yoshga kirganingizda mana shu kelib barcha aqllar bilan, farzandlar bilan, nevaralar bilan tabriklash nasib qilsin. Rahmat, sizlar bilan Disney va Kamina Bekani bo'ldi. Yangi kunlar muborak bo'lsin. Ular iş kerak bo'lmasa bo'lmaydi. Bunlarni olsa, yaxshi kunlaringiz ajrab xizmatda bo'laylik. Bunga kunlar bo'lsa, ona qani? Ona yuzlarga kiring. Endi xudo olsa 100 yoshga kirganingizda kelinsiz, kim nishonlaysiz, ha?